bir haqorat bilan jinoyat odamni taqdiri hal bo'lmaydi. Kechasi yurish mumkin emas degan huquqbuzarlikning o'zi yo'q. Xodim fuqaroni qonunda belgilangan tartibga ko'ra to'xtatib tekshirishi bu qonunchiligimizda belgilangan. Misol uchun, fuqaro biron bir jinoyat sodir etilganlikda gumon qilinsa yoki qidiruvdagi biron bir shaxsga o'xshatishsa, to'xtatib tekshirishlari yoki tegishli tartibda davlat idorasiga olib borishlari mumkin. Shunchaki kechasi yuribdi degan sabab bu asos bo'la olmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri qonunchiligimizga zid hisoblanadi. Davlat xodimi sizni to'xtatsa, o'zini tanishtirishini hamda xizmat guvohnomasini ko'rsatishini talab qiling. Agarda sizdan pasport yoki ID kartingizni so'raydigan bo'lsa, ko'rsating. Xodim sizni planshet orqali отпечатка olishi yoki tekshirishiga ijozat bering. Agarda sizga qandaydir bosim yoki majburiy tartibda olib ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu holat to'g'risida zudlik bilan oila a'zolaringiz tuman prokuraturasiga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Eslab qoling, kechasi yurish bu umuman huquqbuzarlik emas. Huquqlaringizni biz bilan o'rganing va bizga obuna bo'lishni unutmang.